Do'stlar. Nima bo'ldi demoqchimisiz? Hozir ko'rsataman. Firecraftning uyini men olib qo'ydi. Endi uyimni qanday qilib qaytib olaman? Bir kun ko'chada qoldim do'stlar. Ichidagi hamma narsam ham o'sha yerda. Endi nima qilaman? Haloyiq. Jitellar. Jitel. Endi qayerda yashayman? Qandaysan? Yaxshimisan? Ko'rmayapsanmi, yomonman. Yo'qon. Mer. Mer. Nega orqaga qarab olding? Nima edi ishlarim bor edi. Meni uyimni qaytib ber, iltimos. Yo'q. Qanchaga meni uyimni qaytarib berasan? Bir stak izborot va hozir bir stak izborot va bir stak olmos. Olmosga qaytib beraman. Sen yaramas atayin o'ylab gapirding-a? Nima qilsam ekan deb ataylab to'xtab, zo'r o'ylanib gapirding, nomard. Agarda u pullarni topolmasam, qanday qilib uyni qaytarib olaman? Sen bir oy menga ekinlaringni berasan va har doim menga bitta ikkitadan daraxt chopib kelasan. Voy yaramas. Ekinlarga qaray, kech ham chiqdi, nomard. Men esa chet elga ketgan qo'shnimning uyida tunab qolaman. Qo'shni? Yo'qole, men yotishim kerak, yaramas. Iflos. Kecha men nima degandi-ya? Ekinlarga qaraysan degandi. O'zimni uyimdagi ekinlarimni unga berishim kerak. Qanday ahmoqgarchilik-a? Mer. Yo'q. Nega meni ekinlarimga tegasan? Yaramas. Yaramas. Cho'kin hurlar. Yana kitobchimish o'qigan, iflos. Bittasini ham olma. Kitobchi. Ana nega o'zidan o'zim uyimni olib qo'yadi? Nega? Nomard. Mer. Endi ularni ekishim kerak. Sabzi ekiladigan joyga kartoshka ekib nima bor-a? Nomard mer. Nomard mer. O'zingni bos. Abdulla. Firecraft. Nima qilyapsan? Senga shu kerakmi? Uyingda tinchgina o'tirarding. Nega o'zidan o'zi oladi-ya? Mer, men kelyapman. Kiraver. Yana orqaga qarab turibsanmi, nomard? Men senga. Nima? Nega o'zi bu shitnichaga kirib olding? Ol.
O'tmayapti. Och buningni. Men o'tmayapti. Men daraxt chopib hammasini birgalikda beraman. Ber. Tezroq qaytib kel. Yo'qol. Shundoq emas. Mana daraxtlar kattagina shulardan tezda chopishim kerak. Mana bu g'alati turibdimi? Bu juda g'alati. Nima bo'lishi mumkin? Voy. Bu yer. Nima bu? Voy bu. Bu ta'rifga til ojiz do'stlar. Mer nima deganda bu yerni bekitib qo'yib, bayt hech kim ko'rmayotganda olaman. Mer iplos. Nima deganda senga bir stak izmurud, senga bir stak emas, mana senga bir blok nomard. Uyimni hech qachon ola olmaysan endi. Olmos degandi. Mana yana qo'shimchasiga. Qaytib uyimni ola olmaydi u endi. Mer! Nomard! Nima baqar chaqir? Sen bu yoqqa kel. Meni ikkinchi ismim nimaligini bilasanmi? Hozir. Firecraft o'zmi? Yo'q, kibir. Ma iflos senga. Mana oltin, mana u ekinlarni mana beraman sen nomardga. Qayerdan oldik bularni? Ishing bo'lmasin, meni bu o'zim bekitib qo'yganlarim. Esimga tushib ketdi. Korotchi, Kibirjon deb chaqir meni. Ikkinchi ismim Kibir. Men eng boyman bu dunyoda. Men ismim Kibir, tushundingmi? Nomard. Chirrama, nomard. Men ismim Kibir. Sen ketaver. Yo'qole. Uyimni eshigini ochib berasanmi, nomard? Tezda ana u motorchikmi nima edi, ashlaring chaqirib, tezda menga olib chiqib ber. Bo'pti, ketaver. Men hozir kelaman. Hech kim ko'rmasligi kerak. Men sekin shunga kirib, hech narsa yo'q. Bu yerda kech tushishini kutib o'tirib, narsalarni yig'ishtirib, bu qishloqdan ketaman. Yo'q, bu qishloqdan ketmayman. Uyimni shunaqangi qilib yuboraman. Hali ko'rasizlar. Bizda yangi xabar bormi? Eshitilla. Gapirchi. Jim turish bo'ldi. Men taxtimda o'tiraman. Endi gapir. Bittang gapir. Aytgancha do'stlar, haykalga netchi. Ruslan o ajdarhoni kallasini olib kelib, tuxumini ham olib kelib qo'ygan. Voy nomard, qochib ketdi, endi nima qilaman? Yana meni oyog'im tagiga olib kelish uchun 100 stak izmurd berishim kerak. Qalay. Kalla qo'llarni ko'rasizlar? Chiqib ketdi. Kerak. Uyimni tashlab ketkim kelmadi. Ana shuning uchun men bo'laradi menga.
Hali bundan zo'rlariga loyiqman. Kommentariyaga kibr deb yozib ketinglar. Nomard. Anon oyog'im tagiga ke. Nomard.